Fikrlash o'zi qanaqa jarayon? Siz kichkinagina bo'lgan, hali to'y qilib yurgan vaqtingizda eslasangiz, atrof muhitdagi har bir narsaga savol ostida qarardingiz. Va aynan mana shu savol sizni fikrlashga va atrof muhitni tushunishga undaydi. Insonni his qilib ko'ring, qaysiki inson bor, atrofidagi noma'lumlikdan yo qo'rqadi, yoki bo'lmasa hadikka tushadi. Sabab nimada desa, chunki biz o'zimiz bilmagan narsadan har doim hadiksiraganmiz va qo'rqqanmiz. Shuning uchun ham biz atrofni bilishga va anglashga harakat qilamiz. Bu qanaqa sodir bo'lishini hozir ketma-ketlikda ko'rib chiqishimiz kerak. Birinchisi, inson fikrni umumlashtirib olish uchun 3 ta bosqichni bosib o'tish kerak. Birinchi bosqich bu fikr bosqichi, undan keyin xulosa bosqichi, undan keyin hukm bosqichi bor. Aynan mana shu ketma-ketlikda ko'pchiligimiz sal adashadigan va yanglishadigan holatlarimiz bor. Xususan fikr bosqichi haqida to'xtalishdan oldin sizga bir qisqagina misol aytsam. Hozir siz bilan men masofadan turib bilim olishga harakat qilyapmiz va nimadir yetkazishga harakat qilyapman, siz esa o'rganishga. Soddaroq va g'alizroq tushuntiradigan bir narsa borki, siz hozir men aytgan narsalarning ko'pini xulosa o'laroq qabul qilasiz. Agarki ba'zilaringiz hukm o'laroq qabul qilishingiz ham mumkindir. Lekin fikr asosida qabul qiladiganlar soni o'ta kam uchrashi mumkin. Balki yanglishayotgan bo'lishim ham mumkin, balki ko'pchilik buni fikr o'laroq qabul qilishi mumkin. Aslida insonni bilim olish uchun eng katta xalaqit beradigan narsa yoki fikrlash uchun eng katta xalaqit beradigan narsa mana bu bosqichni ketma-ketligini bajarmaslikda. Agar kimdir birdan xulosadan boshlasa, unda hukmi xato chiqadi. Kimdir hukmdan boshlasa, unda xulosasi xato chiqadi. Kimdir fikrdan boshlasa-yu bu qismga o'tmasa, hayotning faqat birinchi nuqtasini boshlanishda qolib ketadi. Hamma narsa haqida o'zining dunyoqarashi va tushunchasi bor. Hamma narsani yetkaza oladi, lekin hech narsani bajara olmaydi. Ko'pchiligimizda bor, mabodo o'zingiz ham uchragan bo'lishingiz mumkindir balki, taksi to'xtatarsiz balki yoki bir yot begona inson bilan gaplasharsiz, sizga olam fikr beradi. Dunyo nega yomon bo'lib ketgani-yu, nega havo isib ketayotganligi, nega qarg'a uchib ketmasdan turib, qaqillab o'tirganigacha hamma fikrni aytib beradi sizga. Nimaga shuncha fikr bor ekan u o'tmagan degan savol kelishining sababi u fikr bosqichini o'zida qolib ketgan. Atrofni zo'r kuzatadilar. Zo'r anglaydi atrofni. Atrofda bo'lgan voqeliklar haqida o'zining pozitsiyasi bor, ammo o'sha pozitsiyani xulosaga aylantira olmaganlar. Xulosaga aylantirish imkoniyati bo'lmagandan keyin tabiiyki hukmga qarab yurmaydi va bir joyda depsinib turaveradi. Xuddi Benjamin Franklin birinchi marta kashf qilgan tebranma kursiga o'xshab o'shanga o'tirib olasiz. Na oldinga ketyapsiz, na orqaga ketyapsiz. Bu jarayondan chiqib ketish uchun esa fikrdan xulosaga yetib borishingiz kerak. Xo'p, endi hozirgi kunga nisbatan yangiliklarning sodir bo'lishi o'ta ko'p, lekin bir vaqtning o'zida sezilmaydi. E'tibor berib qarayotgan bo'lsak, hozir hammada informatsion ochlik ketyapti. Hamma narsa bitta zanjir asosiga ketadi. Sabab va oqibat zanjiri. Bu falsafada katta bir kategoriya. Bu aslida nima degan? Sabab va oqibat nimadir? Sabab keyingi jarayonning oqibatini hosil qiladi va u oqibat esa keyingi jarayon uchun sabab bo'lib xizmat qiladi. Va yana shu zanjir davom etib ketaveradi va siz ana shu zanjirni to'g'ri yo'lga qo'ya olsangiz, fikrlash jarayoningiz uzluksiz davom etib ketaveradi. Bir nuqtada to'xtab qolmaydi. Xo'p, endi bunga qaytib olamiz. Fikrlashdan biz nimaga bordik deylik? Atrof haqidagi tushunchalarimiz, tasavvurlarimiz hammasini qabul qildikda bir xulosaga keldik. Misol uchun soddaroq tushuntiradigan bo'lsak, siz kuzatdingiz. Osmonni kecha kunduz kuzatdingiz, boshqa qiladigan ish yo'qda, atrofga qarab o'tiribsiz va bulutlar to'planib kelyapti, bulutlar to'planib kelyapti, bulutlar to'planib kelyapti. Va har doim bulutlar to'la bo'lib kelgandan keyin yomg'ir yog'ishni boshlagan. O'zi aslida sizda tarqoq fikrlarni birlashtirib xulosa olyapsiz. Aytyapsizki, demakki, bulutlar haddan ortiq ko'p yig'ilsa bir joyga va ular hammasi qorayib boraversa, albatta yig'laydi degan xulosaga kelasiz. Birinchisi, xulosangiz bularni birlashtira olishingiz. Endi hukm chiqarishingiz kerak bunga asoslanib. Hukm qanaqa bo'ladi? Hukmda adashish insonni butun hayoti yo'lini yo orqaga yetaklab yuboradi, yoki shu hudumdan oldinga qarab, yuqoriga qarab harakatlantirishi mumkin. Hukm ikkita asosning egasi bo'ladi. Yo yolg'on hukm bo'ladi, yo to'g'ri hukm bo'ladi. Yolg'on hukm qanaqa hosil bo'ladi desangiz, yolg'on hukm qachonki xulosa qism yolg'on bo'lsa, noto'g'ri bo'lsa, ana o'shanda hukm noto'g'ri bo'ladi. Yolg'on hukmga borib qoladi. Fikr hech qachon hukmga ta'sir qilmaydi. Fikr faqat xulosaga ta'sir qiladi. Agarki inson fikrni qanchalik rang-barang, ko'p, bir vaqtning o'zida son mingta holatini o'ylaydigan bo'lsa, unda xulosa qismiga yetib borish shunchalik osonlashib boraveradi. Muammo shundaki, fikrlarning xilma-xilligi xulosaning noto'g'ri chiqarilishiga sababchi bo'lishi mumkin. Misol uchun aytaylik, hozirgi kunda trendga chiqib ketgan umumiy voqeliklardan yoki siyosiy jarayonlarga qaraydigan bo'lsangiz, Tramp bilan Zelenskiyning o'rtasidagi uchrashuv bum bo'ldi.
Bu jarayonda hamma bir taraf bo'lindi Tramp haq, yana bir taraf bo'lindi Zelenskiy haq. Xo'p, bunda kim haq, kim nohaqni bir joyga qo'yib qo'yamizda. Bunda fikrni bo'lib olamiz, tushunib olish uchun. Birinchisi, nega bordi? Yordam kerak. Xo'p, maqsadi nima? Pul olish, maqsadi nima? Qurol olish. Xo'p, uni maqsadi nima? Trampning maqsadi nima? U ham pul olish. Qimmatli nodir metallardan daromad olish. Xo'p, shu jarayonda kim kimga muhtojroq degan savolni o'rtaga qo'ysangiz javob chiqib kelishi kerak. Aslida fikrlarni to'g'ri ketma-ketligini tuza olgan inson o'laroq o'sha jarayonda Zelenskiyning xulosasi hukumiga xato ta'sir qilib qo'ygan. Sabab bizda fikrlarning qanchalik to'g'riligi ahamiyatsiz dedik. U xoh to'g'ri bo'lsin, xoh noto'g'ri bo'lsin, siz meni ichimdagi jarayonni fikrimni tushunmasangiz, men ham sizning fikringizni ichingizda nima ketayotganligini bilmayman. Lekin sizning hukmingiz xulosangizdan darak berganda, sizning xulosangiz fikringizdan darak beradi. Xuddi shunga o'xshash holatda har bitta inson xulosaga to'xtalishi kerak. Hozir kimdir bizda eng katta ochlik muammosidan bittasi dedim, informatsion ochlikda. Nima uchun yoza olmayapmiz? Nima uchun yangi obraz chiqmayapti? Asr kishi qanaqa bo'lishi kerak? Yil odami yoki bo'lmasa umumiy olganda o'zi kimni o'rnak qilib ko'rsatish kerak degan savol hozirgi kunda hammani boshini qotirayotibdi. Shuning uchun odamlar javob topolmaganda, hatto o'tmishga qaytib, salbiy obrazlarni ijobiy obrazga aylantirish boshlangan. Hozir siz ko'rgan o'sha Joker deysizmi? Adashmasam hammasi hozir. Lutsiferni ham hozir kerak bo'lsa qahramonga aylantirishdi. Va bu holat nimaga kerak bo'lyapti desangiz, yo'q obraz. Obraz yo'q bo'lgandan keyin siz pastga tushasizda, eng quyiga tushasiz va har bitta personajni olib chiqaverasiz. Eng yomon tomoni nima? Siz hamma ijobiy personajni bitta-bitta ko'rsatib bo'ldingiz. Endi sizga salbiylar qoldi. Salbiyni nega salbiy bo'lib qolganligini ijobiy tarzda ko'rsatib bersangiz, odamlarda romantizm boshlanadi. Yana ham soddaroq tushuntiradigan bo'lsam, bu holatni biz 2000-yillarni boshida ko'rganmiz. Asadbek degan ismlar son mingta ko'payib ketgan. Sabab shunda. Romantizm tushunchasida. Yana ham soddaroq tushuntirayotgan bo'lsak, aslida salbiy obrazni ijobiy holda ko'rsatish natijasida bizda beklar ko'payib ketib qolgan. Bu holat o'zi aslida salbiy bo'lishi kerak, lekin buni biz ijobiy qabul qilganmiz. Bu ham xulosaning noto'g'ri shakllantirilishda va hukm noto'g'ri chiqarildi. Bolaga ism qo'yib qo'yildi. Misol uchun yana ham bir holat bor. Tatariston taraflarida Timurlan degan ism ko'p uchraydi. Ba'zan Qirg'izistonda uchraydi Timurlan degan ism. Bu ham achinarli holat. Fikr bor unda Timur buyuk bo'lganligi haqida. Va Timur Osiyoni salkam yarmini bosib olgan va qudratli sohibqiron ekanligi haqida fikrlari bor va uning xulosasi Timur zo'r shaxs bo'lgan. Hukm chiqaryapti. Farzandimga ham Timurlan degan ism qo'yaman deyapti. Muammo shundaki, uning jarayonda xulosasi xato bo'lib qolgan jarayon. Timurlan Timur Cho'loq degan. Kim farzandiga Timur Cho'loq deb ism qo'yadi? Timur deb qo'ysa ham boshqa gap edi. Bunda ham xulosaning noto'g'riligi eng qo'pol va sodda tushuntirish shu misolida keltiryapman. Siz, men, butun dunyo men uchun hamma narsaga harakat qiladi yoki bo'lmasa yana bir tendensiyani kuchaytirib yuborgan jarayonlar bor. Sir va shunga o'xshash bir dunyo kitoblar va kinolar chiqib ketganda adashmasam. Shularning hammasida aytilgan bir narsa bor. Butun koinot tortishadi bir-biriga degan. Ha, tortishadi, lekin jarayoni boshqacharoq holatda kechadi. Bunda haqiqiy ilmiy asoslangan jarayon o'tadi. Lekin siz buni tushuntira olmaysiz-ku. Shunda nima qilasiz desa, soddaroq tushuncha bor. Bu allalaydi. Bu allalaydi. Ya'ni sizni harakat qilishdan ko'ra ko'proq o'tirib o'ylashingiz uchun allalaydi. Siz mana bu qismda qolib ketasiz. Fikr qismida qolib ketasiz. Ya'ni siz ushlab olib VAZ 24 ni aylantirib urib ketar ularkansiz. Hali hammasi zo'r bo'ladi degan millionta fikringiz bo'lishi mumkindir, lekin undan bir dona xulosa chiqarishga sababchi qilmaydi u jarayon. Ezoterik fikrlash insonda umumiy holatda insonga motivatsiya uchun juda ham zarur va buni o'rni beqiyos. Hech qaysi bilim bunchalik insoniyatni oldinga unda olmaydi. Lekin bir narsani anglash kerak va tushunish kerak. Ezoterik bilim bilan bu hayotni mukammal tushunib bo'lmaydi va fikrlashingizda eng optimal holatga olib kela olmaysiz. Shuni oldini olish uchun esa nima qilish kerak desa, bu bilan ilmda muvozanatga keltirish kerak. Ya'ni ilm va ezoterik bilimlarni tushunchani birlashtirish kerak fikrlashda. Buni qanaqa amalga oshiramiz deydigan bo'lsangiz, juda ham sodda. Ilm bu aslida nima desa, isbot orqali dalillangan yoki dalillar orqali isbotlangan yoki isbotlanmagan har qanaqa narsa bu ilm. Ezoterik bilimda esa isbotlashni ham, dalillashni ham iloji yo'q. Ko'pincha u subyektiv fikrning asosiga quriladi va mening hislarim asosiga quriladi. Yuragim nimagadir bexos bo'lyapti, bir ko'ngilsizlik bo'lsa kerak deb tursangiz, bu ezoterik. Buni yo'q demoqchi emasman, bu bor narsa. Balki kimdir hayotida ko'proq uchrar. Lekin men aytmoqchi bo'lgan narsa soddaroq bir narsani aytmoqchiman. Siz faqatgina buni o'ziga suyanib oldinga qadam qo'ya olmaysiz. Chunki siz fikrlashning 3 ta bosqichining birinchisida qolib ketasiz. Inson
savollar bilan tug'iladi, javoblar bilan ulg'ayadi va yangi savollar bilan esa o'sadi. Aynan yangi savollarga borishingiz uchun sizga xulosa qism kerak, chunki yangidan yangi hukm chiqarasiz. Insonni fikrlash bu hayotdagi atrofdagi bo'ladigan voqelikka nisbatan birinchi reaksiyasini bildiradi. Xulosalash esa insonda olingan reaksiyalarni realizatsiya qiladi, ya'ni hayotda ishlashni ta'minlab beradi. Hukm esa sizni o'z fikrlaringizni amaliyotda sinash imkoniyatini beradi. Inson to'g'ri fikrlash uchun qanaqa yo'lni bosib o'tish kerak? Birinchi yo'l, siz fikrni olayotgan har qanaqa xulosani olar ekansiz, video ko'rarsiz, podkast ko'rarsiz, xoh qanaqadir jarayondir yoki biror bir fikr ko'rarsiz, gipotezani o'qirsiz yoki biror bir ilmiy xulosalangan dalilni o'qirsiz. Buni hammasi siz uchun birinchi nuqta bo'lishi kerak. Ya'ni fikr nuqtasi bo'lishi kerak. Qo'polroq va soddaroq qilib tushuntirayotgan bo'lsam, agar shunga erisha olsangiz, sizda o'sish sur'ati dahshatli ketadi. Hozirgi kunda adashmasam kimlardir millionta YouTube'dan podkast eshitgandir yoki undan ham ko'pdir, balki minglab eshitgandir, kimlardir 100 ta eshitgandir. Kimdir bu 100 ta kitobga tengdir deyishi ham mumkindir. Lekin nega shuncha narsani ko'rib ham insonlar hozirgacha xato qilyapti va nega biz hozirgi kunda ham ilmiy saviya nuqtai nazardan ancha orqada qolib ketyapmiz? Jarayonning o'zagida turgan narsa ham mana shu. Ya'ni biz ikkinchi bir shaxs tomonidan beriladigan fikrlarni va uning shaxsiy hukmini va shaxsiy xulosalarini biz o'zimizga xulosa qilib olamiz va fikrlarni xulosa sifatida olamiz. O'zining xulosasini esa hukm sifatida olamiz. Bu o'ta noto'g'ri narsa. Qo'polroq qilib tushuntirayotgan bo'lsam, siz kimdandir nimadir o'rganar ekansiz. Bu jarayonda sizda birinchi asos qonuni turishi kerak. Birinchi asos qonuni nima degani? Har bitta insonning o'z taqdir yo'li bor. Buni xoh diniy ko'ring, xoh dunyoviy ko'ring. Aslida bu umumiy bir narsa. Har bittamizning o'zimizning yo'limiz bor. Tasavvur qiling, miyamizda son mingta arqon turibdi. Ya'ni yo'llar bor. Har bittasiga bittadan arqon qo'yib qo'yilgan. Shu bitta arqonni tortasiz, shu arqon sizning yo'lingiz va oxirigacha tortib borsangiz, tasavvur qiling, boshqa insonning yo'li bo'lib chiqib ketsa qolsa, o'zingizda afsuslanib bir umr keyin kecha oqshom falakda deb qo'shiq aytib yurganingizda foydasi yo'q. Soddaroq qilib tushuntirayotgan bo'lsam, birovning hayotini yashab qo'ymaslik kerak. Men qilgan narsa hayot yo'limdagi turfa xil jarayon bo'lsa, sizda siz qilgan narsa ham hayot yo'lingizdagi turfa xil jarayonlar. Sizni fikrlashingizga ta'sir qilgan narsalar menikiga ta'sir qilmagan bo'lishi mumkin. Menikiga ta'sir qilgan narsa sizga ta'sir qilmagan bo'lishi mumkin. Bir insonni 100% copy paste qilib bo'lmaydi. Bir insonni 100% o'zingizniki qilib o'zgartira olmaysiz. Kimnidir xohlagan narsani xohlash orqali siz ham zo'r bo'lib qola olmaysiz. Siz u insondan nima olishingiz kerak desa, vaziyatlarga nisbatan yondashuvni olishingiz kerak. Soddaroq qilib tushuntirayotgan bo'lsam, u o'sha xaosli vaziyatda, qiyin vaziyatda qanday yo'l tanladi o'zi uchun va bu yo'lni u o'zi uchun qanaqa qabul qila oldi va unda bu tanlov qanaqa ketma-ketlikda shuni ko'ring va bu vaziyatga nisbatan siz ham shunga qarab yondashuv qilsangiz, fikringiz o'zingizniki bo'lgan mukammal jarayonga yetib borasiz va shaxs sifatida o'zingizni topasiz. Soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda shaxs sifatida o'zimizdan ko'ra boshqani topib, u shaxsiyatga ergashadiganlarimiz juda ham ko'p. Bu noto'g'ri, to'g'ri demoqchi emas, men faqat bir jarayonni aytmoqchiman. Har bitta jarayonni o'ziga xos bosqichlari bor. Men birinchi marta wasabi yeganimdagi his qilgan jarayonni siz yesangiz boshqacha his qilishingiz mumkindir. Menga misol uchun achchiq yoqmasligi mumkin, sizga esa yoqishi mumkin. Men uni tatib ko'rib, shunaqa ham bemaza ovqat bo'ladimi desam, siz tatib ko'rib, "Vau, idealimni topdim" deyishingiz mumkin. Va bu jarayonda ikki xil holat qolib kelib qo'yishi mumkin. Ya'ni ham soddaroq qilib tushuntirayotgan bo'lsam, biror bir narsani o'rganish uchun uni albatta bir marta teginib ko'rish kerak. Bu teginish qanaqa bo'ladi fikrda desangiz, men sizga yetkazadigan qanaqadir fikrni yoki qanaqadir jarayonni siz o'zingizga fikr o'laroq qabul qilib va o'zingizni o'sha vaziyatga bitta tashlab ko'rsangiz, bunda sizga o'sha vaziyat nuqtai nazaridan bitta hukm keladi. Va o'zingizni his qilib ko'rasiz. Ya'ni ham soddaroq tushuntirayotgan bo'lsam, men aytib berayotgan biror bir vaziyatni yoki biror bir umumiy xulosani jarayonda siz o'zingizga fikr qilib tashlab ko'ring. O'zingiz ham o'sha bir dengizda suzib ko'ring. Qana nimani his qilasiz? Va shu jarayonda ko'p narsa oshkorlashadi. Va siz meni xulosamni fikrga aylantirganingizdan keyin olgan xulosangiz, ya'ni o'zingizni meni fikrimni xulosaga aylantirdingiz va bu xulosani mening xulosamni siz fikrga aylantirdingiz va aynan aslida bu xulosa bo'lib turibdi. Bu meni xulosam, lekin siz uni fikrga aylantirdingiz. Va o'sha fikrdan siz xulosaga borsangiz, siz mendan ko'ra ko'proq aqlliroq va ko'proq muvaffaqiyatga erishasiz. Nimaga desa, chunki men xulosa deb borgan jarayonimda siz fikrga aylantirdingiz. Va u fikrga aylandimi, demak hukmga chiqishingiz ancha tezlashadi. Va hukmga qancha tez yetib borsangiz, rivojlanish bosqichi ham, insonning tafakkuri ham, tushunish jarayoni ham ancha o'sib ketadi. Ushbu video Maqsad klub yopiq hamjamiyatidan olingan.
U yerda biz bu kabi zamonaviy insonga muhim bo'ladigan ko'plab mavzularni tahlil qilamiz. Tanish bilish bu kapital. O'z-o'zidan kelib qolmaydi. Pul o'z-o'zidan kelib qolmaydi-ku, bu ham xuddi shunaqa. Moliyaviy kapital tiyinma-tiyin ishlab topilsa, tanish bilish ham bitta-bitta kontaktlarni yig'ib topiladi. Qadriyat va prinsiplarni tushunib yetib, biz bugungi ko'nikmamizga yetib kelamiz. Bu shaxsiy standart. Qadriyatlar umumiy biz ishonadigan ideallar, g'oyalar bo'lsa, prinsiplar o'sha ideallarga asoslangan hayotiy harakatlar modeli. Va bundan tashqari boshqa bir nechta yo'nalishlarda rivojlanamiz. Hormanglar, maqsadchilar qalaysizlar. Bir oy o'tdi, mana yana qaytib ko'rishyapmiz. Davlatlar xalq tomonidan saylangan hukumatlar tomonidan boshqariladi degan tushuncha demokratik jamiyatda tamal toshi hisoblanadi. Men doktor Akbar Shoh, urolog, andrologman. Bugungi videomizning mavzusi ozish bo'ladi. Fikrlash qanday jarayon va ezoterik fikrlash qanaqa, egzoterik fikrlash qanaqa degan savolga javob berishimiz kerak. Agar siz o'zingizni bizni g'oyadoshimiz deb o'ylasangiz va birgalikda rivojlanish niyatida bo'lsangiz, unda sizni hamjamiyatimizda kutib qolamiz. Klubimiz oylik obunasi 88 ming so'm. Obuna ichiga shu kungacha kanalda joylangan barcha ma'lumotlar kiradi. Bu kurs emas, bu ijodimizni qo'llab-quvvatlash uchun imkoniyat. Bir maqsad atrofida birlashganlar aql bovar qilmas kuchga ega.